Bo'pti, yaxshi boring. Xo'p, mayli. Menga qara, o'rtoqsa Xolida bilan yuribsanmi? Ha? Voy, jinni bo'lmaydi-yu. Nimaga? Bizni ko'rib uyalib ketganda hech narsa sezmadingmi? Sezdim. Rosa uyalchan qiz demoqchisizlar, ha? Maryam. Nima buyurasizlar? Ayniqsa siz. Xos kelaman. Sardor sir kallangni ishladi. Men u bilan kinoga borganman. Eng oxirgi qatorda birga o'tirganmiz, tushunyapsanmi? Yo'q, qaysi kinoga? Nima farqi bor uni? Nima bo'pti mayli, Chilek pog'ida 45-qismiga borganmiz. Nima farqi bor uni? Voy, dahshat bo'lgan bo'lsa kerak a. Menga ham aytmabsizlar-da. Ayt mujik achchiqchalan yarashgan qara. Maryam. Voy, ana sponni yoqib o'tirishini qara. A? Nima deyapsizlar? Ey, menga qara jinni, men u bilan botanika bog'ida daraxt oqlaganman. Tushunyapsanmi? Ko'rdingmi, qanaqa mehnatkash. Umuman ishdan qochmaydi. Ishonmayman. Kechqurun soat 2 da ajdanaga tushuvmiding? Ha? O'shanda men telefon qilgan edim. Yo'q. Menga qara, Jasur, Umid, Samandar, Ortiqal, Baxtiyor, Isfandiyor, xullas hamma taniydi, tushunyapsanmi? Yo'q. Demak, men oddiy qizga uylanmayapman. Qaranglar, u qanaqa mashhur. To'shni bir narsa ichirib qo'ygan bunga. Komandir, to'g'ri tushuntira olmayapman. O'zingiz birov nima deng? Men yaxshi taniyman bu qizni. Har kecha bog'da ko'raman. Har xil bolalar bilan shiraf ham urdim. Ana endi o'zgaradi, aka, rahmat sizga. Bog'da? Ha. Chunki u tabiatni yaxshi ko'radi. Boshqa ilojimiz yo'q. Unga rasm ko'rsat. Ana unimi? Ey, jinnimisan? Ko'rsat. Nima? Bekor ko'rsatdik, yoradi hozir. Tushundim. Xolida issiqda mazasi bo'lmasdan hushidan ketgan. Va sen sun'iy nafas berib uni hayotini saqlab qolgansan. Do'stim!